Men hozir qabristonga kelganman. Orqamdagi mashinalar paytida kimlardir uchun orzu bo'lgan ekan. Men o'zimda ham 06 bo'lgan. Endi hamma narsani boshi bo'lganda jon akalarim oxiri ham bo'lar ekanda. Okalar, paytida shu mashinalar legenda bo'lganda, endi hayot nima deymiz? Bu mashinalar 50 yildan oshiq xizmat ko'rsatganda, nima deb o'ylaysizlar? Bizlarning hozirgi mashinalar ham 50 yildan oshiq xizmat ko'rsatarmikan? Pastda yozib qoldirasizlar.